Savolni o'qiyman. Sulfat kislota eritmasiga 200 gramm suv qo'shilganda eritma konsentratsiyasi ikki marta kamaydi. Bunda eritmadagi jami atomlar soni 48/18 marta ortdi. Dastlabki eritmada necha gramm sulfat kislota bor deyilyapti. Birinchi bo'lib 18 gramm suvda 3 ta atom mavjud. Bizda 200 gramm suv qo'shilganligi uchun 33.33 ta atom mavjud ekan. Ana endi Xo'p, 43/18 marta ortdi degani dastlab oxirgi atomlar soni 43, dastlabkisi 18, qo'shilgan atomlar soni 25 ni tashkil qilarkan. Demak, 25 ligida dastlabkisi 33 ta bo'lsa, biz 18 da qancha qilsak, 24 ta. Bu dastlabki eritmadagi atomlar soni. Mana bu 24. Sulfat kislota eritmasidagi atomlar soni. Ana endi eritma tarkibida suv va sulfat kislota bor. Dastlabki 200 gramm eritma suv qo'shilishidan oldingi. Buni algebrikda ajratamiz. Ya'ni 7x kislotadagi atomlar soni 3 suvda teng 24. 98x plus 18y teng 200 gramm. Bu dastlabki eritma massasi. Shuni ishlasak, x teng 1 chiqadi. X 1 degani bu 1 mol sulfat kislota degani. Demak, to'g'ri javob 98 gramm sulfat kislota mavjud.